Java dasturlash tilida parametrli sikl operatori. Parametrli sikl operatorida umumiy ko'rinishi quyidagicha. Bu yerda for kalit so'zdan foydalaniladi. Qavs ichida parametrlarga ega. Bu parametrlar birinchisi ifoda 1, ikkinchisi shart va ifoda 2. Uning bajarilish ketma-ketligi quyidagicha. Birinchi navbatda ifoda 1 bajariladi. Undan keyin shart tekshiriladi. Shart rost qiymat qabul qilsa, operatorlar bajariladi, ya'ni sikl tanasi bajariladi. Sikl tanasi bajarilgandan keyin ifoda 2 bajarilib, yana shart tekshiriladi. Agar shart rost qiymat qabul qilsa, operatorlar takrorlanib bajariladi va operatorlar bajarilgandan keyin ifoda 2 bajariladi. Ifoda 2 dan shart yana takrorlanib tekshiriladi. Agar shart rost qiymat qabul qilsa, sikl o'z faoliyatini davom etadi. Aks holda sikl faoliyatini tugatadi. Misol qaraydigan bo'lsak, salom so'zini umarda ekranga chiqishi kerak. Uni parametrli sikl operatorini quyidagicha yozishimiz mumkin. Buning uchun for kalit so'zdan foydalanamiz. Int i teng 1 i kichik 10 yoki teng 10 dan va i minus va salom so'zi siyot. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ushbu masalaning agar parametrli sikl operatorini ishlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda bu yerda ifoda 1, odatda ifoda 1 dan счетчигning qiymatini e'lon qilish va dastlabki qiymat berish jarayoni amalga oshiriladi. Ikkinchisida shart beriladi. Masalan, 10 martadan kichik, ya'ni 10 marta bajarilishimiz kerak. Va ifoda 2 da o'sha счетчигni oshirish yoki kamayishni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Sikl tanasida qo'yilgan masalaga muvofiq operatorlar ketma-ketligi bo'ladi. Bizning holatimizda salom so'zini ekranga chiqarmoqdamiz. Ishga tushiradigan bo'lsak, salom so'zi yana 10 marta ekranga chiqmoqda. Parametrli sikl operatori yana bir turi bu for each operatori hisoblanadi. Buning bilan keyingi darslarda misollar ko'rib o'tamiz. Uning umumiy ko'rinishi birinchi navbatda for so'zini ishlatiladi, ya'ni kalit so'zini. Undan keyin qiymat va iteratsiyalanuvchi obyekt ko'rsatib o'tiladi. Va iteratsiyalanuvchi obyektning har bitta elementlari olinadi. Va toki iteratsiyalanuvchi obyektda elementlar qolmagandan keyin sikl tanasi, ya'ni sikl o'z faoliyatini to'xtatadi. Bunga doir misollar keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz.